iftorlik qildirish masalasi. İlgari jumalarda ham bu to'g'risida qisqacharoq aytgan bo'lgandir. Eshitgansizlar. İftorlik qildirish masalasi qaysi tariqada qilganda savob bo'ladi? Javob shuki, birinchi iftor qildirasiz ro'zador odamni chaqirib. Ro'za tutmaganni chaqirsangiz gunohiga sherik bo'lasiz. İkinci o'sha chaqirgan odamingiz miskin bo'lish kerak. O'ziga bahzor odamlarni chaqirasiz, meni ham chaqirsin deb. Bu iftorlik emas muhtaram jamoat. Ro'zador bo'lsin, miskin bo'lsin. Miskin qaysi? Quti la yamut miqdoriga qodir bo'lmagan odamni miskin deyiladi. O'sha kuni nimani yeyman endi deb hayron bo'lib turgan odamni miskin deyiladi. Mana shunday odamni chaqirib, bunaqangi taqozo qilib, ziyofat tarzida emas, o'shanga bir burda nonni bersangiz ham o'sha iftorlik bo'ladi. Bir piyola suv ichirib yuborsangiz ham iftorlik bo'ladi. Chunki u ro'zador, shu suvga muhtoj. Mana bizlarda suvni mayarg'a bu, ammo boshqa diyorlarda suv qiyin. Bir burda nonga muhtoj odamlar ham yo'q emas boshqa diyorlarda. Endi alhamdulillah bizim diyorimiz juda farovonlikka o'tib ketdi. Alloh taolo bu yoqda ham shu farovonlik darig' tutmasin. Ammo biz endi butunlay miskinni esdan chiqarib yubordik. Oramizda miskin yo'q deyib topiladi. Mana shunaqalarni topib iftorlik qildirsak, uni nomi iftorlik bo'ladi. Ammo ro'zador bo'lmasa, o'ziga qodir kishi bo'lsa, ularni iftor qildirish savob bo'ladigan amallardan emas. Nimaiki xarajat qildingiz, hammasi havoan mansura bekorga ketdi. Undan savob bo'ldi. Qorini chaqirdim, ota-onamga xatm Qur'on qildirdim, mamlaqa iftorlik qildirdim deb ota-ona bechorani o'shandan bahramand deysiz, ular hali sizdan bizdan umidvor yotibdilar. Hech savob bo'lgani yo'q.